u ayol hamon o'sha uyning chirog'ini yoqib turibdi. Asli vafo bizga momo meros. Bugun siyosatning ham chirog'ini yoqib turgan ayollar bor. Faqat ularni tanimaymiz yoki tan olmaymiz. Hamon ular parda ortida qolishmoqda. Ammo qachongacha? Bugun biz oxirgi nuqtani qo'yadigan kun keldi deb o'ylaymiz. Demak, biz boshladik. Xalqni farovonligi uchun har bitta qonundan pastda biz har bitta insonni ko'ramiz. Davlatimiz rahbarini farmonlari imzolandi. Bu ham aynan tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarimizni himoyalash tizimini kuchaytirishga qaratilgan. Ayol bu mehr, ayol bu matonat, ammo ayol bu siyosat bo'lishi ham mumkin. Ibragimova Mavluda Qahramonovni bu ism ortida siyosiy irodasi mustahkam, ijtimoiy soha uchun jonini berishga tayyor shaxsiyat mujassam. Mavluda Ibragimova Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida ziyolilar oilasida tug'ilgan. 1994-yildan 2001-yilgacha Qo'qon shahar shifoxonasida vrach-kardiolog, 2001-yildan 2020-yilgacha Qo'qon shahar go'dak bolalar uyida bosh shifokor, 2020-yildan to bugungi kungacha Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputati sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Oilali 2 nafar farzandi, 5 nafar nabirasi bor. U shijoatli, latofatli, epchil va uddaburon. U siyosatda ham mustahkam ilzotgan. O'z so'zi va qarashlarini bemalol ayta oladigan shaxs. U bugun oshxonada mehr bilan taom tayyorlasa, ertaga himoyasiz insonlarga madad bo'lib, ularning haq huquqini himoya qila oladigan darajadagi ovozi bor. Hospice tashkil qilishda avvalambor prezidentimizga katta rahmat. Mana shu yo'nalishga, umuman onkologiya xizmatiga juda katta e'tibor berganlar va o'z vaqtida qarorlar chiqqan. Shunaqa muammolar bo'lganki, u oxirigacha yetmagan. Qarorda respublika bo'yicha 4 ta viloyatda tashkil qilinishi belgilab berilgan. Samarqand, Xorazm, Farg'ona va Toshkent viloyatida. Mana shu Toshkent viloyatida qurilish ishlari va pul ajratish ishlari kechikib qolgani uchun hospisni rahbarlari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Sog'liqni saqlash qo'mitasiga va mana shu vazifani o'rganish va uni oxirigacha yetkazish menga buyurilgan. Mana shu muammoni mana sal kam 3 yil bo'ldi ko'tarib chiqyapmiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan. Deputatlarda yalpi majlisda kuni kecha bo'lganda biz shu masalani ko'targanimizda taklifda berilgan va mana shu taklif inobatga olinib, Moliya vaziri tomonidan 50 milliard pul ajratilyapti. Mana shu hospislarda oxirigacha ishini oxirigacha yetkazish uchun. Faoliyatingiz davomida qaysi hollarda ko'proq vijdoningiz qiynaladi? Yo'q, hozirgi faoliyatim davomida men o'ylagan rejalarimni bo'lmay qolmaganini ko'rmadim. Mana nechta masalani ko'targan bo'lsak, ayniqsa mana shu bolajonlarimizni sog'lomlashtirish yo'lida yoki ularning sharoitini yaxshilash yo'lida bironta to'siqlik muammo ko'rganim yo'q. Davlatimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan har safar buni tezda qabul qilinib, chora ko'riladi. Vijdonim qiynaladigan joyim ko'rmadim, hech ham bo'lmadi. Unutmang, ayolning siyosatdagi qadami bu faqat shaxsiy yutuq emas, balki butun bir jamiyatning yuksalishiga qo'yilgan jasoratli qadamdir. Xolmahamatova Shahnoza Baxtiyor qizi 1990-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Faoliyati davomida 2001-yil Zulfiya nomidagi davlat mukofoti, 2024-yilda esa Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. Shahnoza Xolmahamatova mehnat faoliyatini dastlab Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani tibbiyot kollejida tarix fani o'qituvchiligidan boshlagan. Keyinroq Shahrisabz shahridagi xususiy maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasi, Shahrisabz shahar maktabgacha ta'lim bo'limining mudiri hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari qo'mitasining a'zosi bo'lib ishlagan. Shahnoza Xolmahamatova hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Innovatsion rivojlanish va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasining a'zosi sifatida mehnat qilib kelmoqda. Oilali 3 nafar farzandi bor. O'zi sun'iy intellekt albatta oxirigacha o'rganilmagan yo'nalish hisoblanadi. Butun dunyo bo'yicha ham bu borada izlanishlar, muhokamalar qilinyapti. Nimagaki sun'iy intellekt bugungi raqamli dunyoda
turli sohalarni rivojlanishiga xizmat qilyapti. Misol uchun u tibbiyot bo'ladimi, ta'lim bo'ladimi, bank sohasi bo'ladimi? Demak, qanchalik sun'iy intellekt imkoniyatlari joriy etilsa o'sha sohaga, o'sha soha rivojlanyapti. Va o'z-o'zidan har bitta narsani oq va qora tomonlari bo'ladi, ya'ni foydali va zararli jihatlari bo'ladi. Bugun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib shaxsga doir ma'lumotlar, ya'ni bunga nimalar kiradi? Qiyofa, ovoz, ko'rinish, mana shu ma'lumotlarga qonunga xilof ravishda ishlov berganlik holatlari ko'payib ketdi. Bu esa nafaqat o'sha shaxsni huquqlarini buzilishiga, balki iste'molchilarning huquqlarini buzilishiga ham sabab bo'layapti-da. Shu boisdan ham mana vakolatli organlar bizga ma'lumotlar taqdim etdi. Aynan mana shunday xatti-harakatlar soni 1000 dan oshib ketdi 2023-yilning o'zida. Shu boisdan ham aynan sun'iy intellekt tushunchasi, sun'iy intellekt bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy asoslar bizning qonunchiligimizda mavjud emas edi. Shundan kelib chiqqan holda dastlabki huquqiy qadam sifatida mana shu qo'mitamiz a'zolari tomonidan sun'iy intellekt bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soluvchi qonun loyihasi ishlab chiqildi va kuni kecha mana shu prezidentimiz tomonidan qabul qilindi. Endi qonun loyihasida nimalar aks etyapti? Birinchi o'rinda sun'iy intellekt tushunchasiga huquqiy ta'rif berilyapti. Ikkinchidan, sun'iy intellektni joriy etishda vakolatli organni vazifalari aniq qonun doirasida belgilab qo'yildi. Va uchinchisi, mana shu shaxsga doir ma'lumotlarga qonunga xilof ravishda sun'iy intellekt orqali ishlov berganlik uchun javobgarlik masalasi ham qonunda o'zini aksini topgan. Huquqiy oqibatdan kelib chiqib javobgarlik belgilanaveradi. Faqatgina bu mana sizni qiyofangizni oldi, ko'zingizni, yuzingizni, ovozingizni oldida sun'iy intellektdan foydalandida bitta video kontent qildi. Sizni xabaringiz yo'q, sizni roziligingiz olinmagan va uni ommaviy axborotda, ijtimoiy tarmoqda tarqatdi. Shu holat uchun javobgarlik belgilanyapti. Siz oxirgi marta qachon oshxonaga kirgansiz? Kecha? Yo, bugun ertalab ekan. Demak, oshxonada ham faolsiz. Albatta. Faqat siyosatda emas. Albatta, biz oilada borgandan keyin ayolmiz, onamiz, farzandlarimizga g'amxo'rlik qilishimiz kerak, oila a'zolarimizga g'amxo'rlik qilishimiz kerak, qozon qaynatishimiz kerak, uy yig'ishtirish hamma masalasi o'zimizning bo'ynimizda. Ayol siyosatga kirsa, faqat qonunlar emas, insoniylik va adolat ham davlat boshqaruviga kirib keladi. Tili, millati, hatto dini ham boshqa. Ammo mana shu yurt kelajagi uchun jonini berishga tayyor shunday insonlar borki, vatanni sevishni ulardan o'rganish kerak. Kompolchik Yelena Aleksandrovna 1966-yil Samarqand viloyatida tug'ilgan. Aytganini bajaradigan, topshiriqlarga jiddiy yondashadigan va har bir vazifani oxiriga yetkazmasdan qo'ymaydigan bu ayol cho'tkasarligi bilan siyosat olamida tanilgan. U 1983-1989-yillar Samarqand davlat universiteti talabasi, 1991-yilgacha Samarqand shahridagi 12-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi, 2020-yilgacha esa Samarqand shahridagi 43-ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori vazifalarida ishlagan. Hozirgi kunda Yelena Aleksandrovna O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Mehnat va ijtimoiy masalalar qo'mitasining a'zosidir. Do'stlik ordeni sohibi. Для меня родина это только Узбекистан, потому что я родилась здесь, здесь родились мои родители, здесь наши корни, здесь родился мой ребенок. И, конечно, я с гордостью говорю всегда и осознаю, что я люблю свою родину. И я вижу отношение к людям у нас в Узбекистане. Ни в одной стране нет такого отношения, как относятся к людям в Узбекистане. Потому что во главе президента и правительства все делается для того, чтобы человек жил по максимуму хорошо, с удовольствием, развивался, находил свой путь в жизни. Поэтому, знаете, я очень горжусь, что я живу в Узбекистане, я очень люблю его. Nafosat ayolning uslubi, shijoat esa uning siyosatdagi imzosidir. Xalmuratova Guljan Pirjanovna. Bu ism ortida katta mehnat, sinmas so'z, bajarilgan lafz turibdi. Guljan Pirjanovna 1969-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida tug'ilgan. Suvsizlik, Orol dengizi kabi katta muammolar ichida ulg'aygan Guljan Xalmuratova bugunga kelib mavjud muammolarni yecha olishga qodir Qoraqalpoq qiziga aylandi. Uning faoliyati Toshkent arxitektura va qurilish instituti, Nukus umumiy texnikaviy fakulteti
o'qituvchiligidan boshlanib, Qoraqalpog'iston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimiga qadar davom etdi. Guljan Pirjanovna ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati, Innovatsion rivojlanish va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasining a'zosi. Boshqa davlatlarda qonunlar 300 yil yashaydi, bizda esa ko'p o'zgartirish kiritiladi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikringiz qanaqa? Zamon bitta joyda turgani yo'q, rivojlanish tezlik bilan, shiddat bilan rivojlanib boryapmiz. Bugungi kunning talabi kechagi kun bilan farqi juda katta. O'shaning uchun ham bugungi kundagi rivojlanishimiz borishidagi kun talabidan kelib chiqqan holda barcha qonunlarimizga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritib boriladi. Noshirlik faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni ham 2021-yilda yangi tahrirda qabul qilingan, tegishli vazifalar belgilab berilgan. Keyingi 4 yilda nashriyotlar soni 3,5 barobarga oshdi va bunda asosan 90% xususiy sektorga to'g'ri kelmoqda. Oldin hammasi davlat sektori bo'lgan. Bugungi kunda hammasi ko'pchiligi 90% xususiy sektor bo'lyapti. Bu yerda yangi ijtimoiy munosabatlar yuzaga kelyapti. Qonun bilan tartibga solinishi kerak bo'lgan. O'sha tarixdagi ma'lumotlarni noto'g'ri berilganligini yo bo'lmasam tibbiyot sohasi darsliklarida ham qarasangiz bir qancha mana shunaqa tartibdagi kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi va mana yoshga doir bolalar adabiyotida ham o'sha ertaklar kitoblarida ham ko'pchilik paytda ko'rganmiz, o'qisangiz ichida 18+ ma'lumotlari keltirilgan. Mana shu adabiyotlarda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni biz ko'rganimiz uchun ham bugungi kunda deputatlarimiz bilan birgalikda nazorat tahlil tartibida o'rganib chiqdik va bunda mana shu aytib o'tilgan kamchiliklar haqiqatda yo'l qo'yilganligiga amin bo'ldik va noshirlik faoliyati to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni 2025-yilda yangi tahrirda qabul qildik. Sizni ham qo'lingiz kaltalik qilgan vaqtlar bo'lganmi? Kimlargadir yordam berishni juda ham xohlagansiz, lekin kuchingiz yetmagan, qurbingiz yetmagan, qo'lingiz yetmagandir. Ularni umidvor qilgandirsiz. Juda ko'p bo'ladi. Men albatta har bitta menga murojaat qilgan murojaatchini 100% muammosini hal qilib berishni xohlayman masalan. Lekin ba'zi joylarda qo'limiz yetmaydigan joylar ham bo'ladi. Siyosatchi ayol muloyimlik ortidagi ulkan shijoatdir. Bu ayol uchun vaqt 35 yoshda to'xtagan. U hech qachon shoshilmaydi, ammo barchasiga ulguradi. Latofati bilan siyosatga jon bag'ishlagan. Ko'plab qabul qilingan qonunlarda tashabbuskorga aylangan qahramon. Mirgaziyeva Zuhra To'rayevna. U 1978-yil 6-mart kuni Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. 2001-yilda Toshkent davlat pedagogika universitetini tamomlagan. Faoliyatini 1996-yil 76-maktabda o'qituvchi vazifasidan boshlagan. 2009-yildan 2020-yilga qadar Toshkent viloyati Chirchiq shahar hokimligida turli mas'ul lavozimlarda ishlagan. Zuhra To'rayevna 2024-yilgacha Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i sifatida faoliyat yuritgan. Hozirda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, Innovatsion rivojlanish va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi raisining o'rinbosaridir. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarni himoya qilish uchun o'zi tazyiq zo'ravonlikka uchrab turibdi, o'zi jabrdiyda ayol, lekin u murojaat qilish uchun, sudga murojaat qilish uchun yoki qaysidir o'sha davlat idorasiga murojaat qilish uchun unda masalan sudni bilasiz, o'sha davlat boji bo'ladi, mablag'i bo'lmaydi, moliyaviy qiynalgan, iqtisodiy qiynalgan ayol bo'ladi. Ana shu masalada qiynalardik yoki bo'lmasam u ayol o'zini farzandini taqdiri u ayolni ko'proq qiziqtirardi. Biz ham mana shu masalada qiynalardikki, u ayolni qaysidir markazga joylashtirsak yoki kasalxonaga joylashtirsak, uni farzandi qanaqa holatda bo'ladi? Uni farzandi qayerda qoladi? Qarovsiz qoladimi? Kimning qo'lida qoladi degan savollar bizni juda ham qiynardi. Va hozir mana deputatlik faoliyatimda o'sha qonunlarni ishlab chiqilishida mana yanvar oyida biz bola huquqlarini kafolatlarini kuchaytirish hamda tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarni himoyalash tizimini
takomillashtirish bo'yicha o'sha qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqish jarayonida juda ham ko'p takliflarni, fikrlarni bildirdik. Chunki o'sha o'zimiz duch kelgan, o'zimiz o'sha tajribamizdan kelib chiqib, faoliyatimiz nuqtai nazaridan o'sha fikrlarni bildirdik. Ushbu qonun loyihasida aynan bolani huquqlari, manfaatlari eng ustun omil sifatida ko'rilishi va u kattalarga yoqadimi, yo'qmi, bolani ta'lim tarbiyasi, uni ruhiy xotirjamligi, uni salomatligi har doim birinchi darajada bo'lishi ko'rildi. Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz, jabrlangan ayollarimiz sudga murojaat qilishida, umuman sud jarayonida ishtirok etayotganda imtiyozlar berilishi yoki o'sha ayol farzandi bilan markazga joylashtirilganda uni ish joyi saqlanib qolinishi, mana shunaqa imkoniyatlar berilyapti. Bundan tashqari yana bir yaxshi yangilik, kuni kecha davlatimiz rahbarini farmonlari imzolandi. Bu ham aynan tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarimizni himoyalash tizimini kuchaytirishga qaratilgan. Jabrlangan ayollar avvalo u yoki bu tashkilotga, davlat idorasiga murojaat qilayotganda u ishonish kerak, ya'ni davlatga ishonish kerak. Ana shu ishonch uchun asos mana shu qonunda belgilab berilyapti. Ayol siyosatga kirib kelsa, qarorlar faqat kuch bilan emas, vijdon bilan ham qabul qilinadi. U o'zining mehnati, jasorati, iste'dodi bilan siyosat olamiga cho'llardan oshib kirib kelgan. Millati qardosh bo'lsa-da, vatanning yuragi bo'lishga ulgurgan kam sonli qahramon ayollardan. Tanishing Narizova Iba Kushchanovni. U 1961-yilda Navoiy viloyati Konimex tumanida o'qituvchilar oilasida tug'ilgan. U 2006-yilda Shuhrat medali, 2010-yilda Fidokorona xizmatlari uchun ordeni, 2019-yilda esa Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. Dastlab Navoiy viloyati Konimex tumanidagi 1-sonli umumta'lim maktabining musiqa fani o'qituvchiligidan ish boshlagan Iba Kushchanovni Konimex tumanidagi 5-sonli umumta'lim maktabining direktori sifatida ham mehnat qilgan. Uning 25 yil umri xalqning bolasini o'qitish, ta'limga jon berish bilan o'tgan bu ayol 2015-2024-yillarda xalq deputatlari Navoiy viloyat kengash deputati, 2024-yildan hozirgacha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Otangga rahmat degan so'zni eshitganmisiz? Avvalambor otangga rahmat degan so'zni eshitish uchun shunga loyiq ish qilish kerak. Otangga rahmat degan so'zni eshitganman, ko'p eshitganman ish faoliyatimda. Mana hozir 45 yildan oshdi ish faoliyatimga. Shu 45 yilning ichida men ta'lim sohasida ko'proq ishlab qo'ydim. O'qituvchilik eng yaxshi kasb. O'qituvchi bo'lish, xalqning bolasini tarbiyalash u juda yaxshi ishlarning biri deb bilaman. Lekin men rahbar bo'lib 25 yil ishladim maktabga, rahbar bo'lib. 15 yil 3 chaqiriq viloyat kengashining deputati bo'ldim. Mana shu paytlarda menga juda endi deputatlik bu mansab emas. Deputatlik bu zimmamizga yuklatilgan javobgarlik bizning. Shu paytlarda otangga rahmat degan so'zni eshitish men xalqning orasida yurdim ko'proq. Xalq bilan ko'p ishlashdim. Xalqim uchun deb yurdim deb, xalqim deb ishlagan paytlarim juda ko'p bo'ldi mening. Muhtaram prezidentimiz 2019-yili mening endi kamtarona mehnatim endi avuldagi bir oddiy o'qituvchi ayol, avuldagi bir oddiy bir ustozga bergan endi shunchaga e'tiboriga men juda baxtli insonman deb bildimda o'zimni. 2019-yil menga Do'stlik ordenini berdi. Do'stlik ordenini shu kelib, mana Toshkentga kelib, hurmatli prezidentimizdan qo'ldan olib, shunday o'zimning xalqim nomidan, olis avullardagi o'qituvchilarim nomidan, shogirdlarimiz nomidan rahmatimni aytib olib ketdim. Qarasam, unga beriladigan mukofot bilan bor ekan. Qo'shimcha beriladi ekan. 2019-yili 1-oktyabr ustozlar va murabbiylar kuniga esdalik uchun 30-sentyabr kuni men maktabimdan skvajina qazdirib berdim. Yerosti quduq qazdirib berdim. Juda hamma muammodan qutuldim. Suv atqilayapti, gullar chiqyapti, daraxtlar o'zicha qanib ishyapti suvda. Mana shu bo'lib xalqning otangga rahmat degan so'zlarini ketma-ket eshitganim so'l. Sababi bu otangga rahmat degan so'zni eshitish men uchun katta baxt. Mening qilgan xizmatimga aytilgan. Shu men otangga rahmat deganda otamdan ko'rgan tarbiyam uchun olgan rahmatim deb tushunaman. Sizdan nimadir natija kutgan odamlarga yordam bera olmagan vaqtlaringizda nimalar o'tadi mana bu vijdonni ichidan, yuragidan? Deputatlik masalasi xalqning hamma dardi, tashvishi deputatlarga qaratilganda endi
ishonib xalqimiz bizni deputat saylagandan keyin biz saylagan edik shu opani, bizning deputatimiz edi deb baribir murojaat qiladi. Shuning ichida endi mening qo'lim yetmagan yeri ovullardagi ayollarning ishga joylashishi. Qiyin. U yerda bir maktab bor, bog'cha bor, keyin mana HBP deymiz, qishloq farashlik punktlari bor. U yerda endi tegishli odamlar ishlaydi. Lekin shu ayollar kelgan paytda men shuni mana sizga mana ishni topib berdim, mana shunga ishni ishlang, oilangizni tebranting degan so'zlarni aytamadim ayrimlar. Ayol siyosatga faqat aqlini emas, qalbini ham olib kiradi. Shuning uchun uning qarorlarida qonun bilan birga inson taqdiri ham aks etadi. Qonunlarni qo'llab-quvvatlash yoki qabul qilishda hissiyotlar ishtirok etadimi? Albatta, hammamiz insonmiz, bizda his-tuyg'ular bo'ladi, lekin siyosatchi sifatida, deputat sifatida ko'proq xalqimizni manfaatlaridan kelib chiqqan holda, saylovchilarning manfaatlaridan kelib chiqqan holda qonunlardagi normalarni yoqlash yoki inkor etish yoki betaraf turish pozitsiyasida bo'lamiz. Qonunlarni qabul qilishda menimcha shu obyektiv yondashish kerak. O'sha jamiyatga foyda keltiradimi, yo'qmi? Mana shu nuqtai nazardan uni o'sha adolat prinsiplariga ham e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Siyosat ishtirok etadi. Albatta ishtirok etadi. Chunki shu qabul qilayotgan qonunlarimiz ertaga xalqning farovonligi uchun, ularni turmush sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilishi kerak. Эмоции, как человеческая реакция, присутствуют всегда, особенно когда речь идет о социально значимых вопросах. Но решение парламентария основывается не на эмоциях, а на анализе норм Конституции, правовых последствий, и экспертных заключений и, конечно, общественных интересах. И хочется особо сказать, что закон – это прежде всего рациональный и взвешенный выбор. Albatta hissiyotlar ishtirok etadi, chunki har bitta qonunlar orqasida biz har bitta insonni ko'ramiz. Bizni farzandlarimizni kelajagiga ta'sir qiladi. Shuning uchun albatta hissiyotlar ishtirok etadi, albatta. Qizingizga o'zingiz bosib o'tgan yo'lni ravo ko'ra olasizmi yoki bu juda ham qiyin ishmi sizningcha? Birinchidan qiz farzandim yo'q, 3 ta o'g'lim bor. Lekin singlim bor, atrofdagi yaqin qarindosh urug'lar bor, shogirdlarimiz bor. O'zi yaxshi ko'rgan kasbni tanlasa, o'shanda qiyinchiligi hech qachon bilinmaydi. Agar qizim bo'lganda ham deputat bo'lmoqchi bo'lsa, siyosatchi bo'lmoqchi bo'lsa, albatta xo'p degan bo'lardi. Demak, keliningiz deputat bo'lishga ham xo'p deysiz. Albatta. Endi oson bo'lmagan. Matsam lekin ravon ko'rardim. Agar ishlayman desalar, deputat bo'laman desalar, albatta oson bo'lmaydi. Hech qaysi bir yutuqqa erishish bu yengillik bilan bo'lmaydi. Shunisi ham yaxshida qadriga yetasiz. Siyosatchi ayol sifatida javob beradigan bo'lsam, deputat bo'lib, o'sha siyosatda o'zini nima deydi, foydasini jamiyatga keltiradigan shaxs sifatida ishtirok etishni xohlardim, lekin qizimni o'zini qarorini ham hurmat qilaman. Mening 2 ta qizim bor. O'zim o'qituvchiman. 45 yil ish faoliyatim. Qizlarim ham o'qituvchi. Men qizlarimga ravo ko'raman. Qizim bo'lsin, kelinim bo'lsin, shu yurtiga xizmat qiladigan yaxshi oila bo'lishini, deputat bo'lishini, yaxshi insonlar bo'lishini tilayman. Парламентская деятельность требует высокой ответственности, устойчивости и готовности к публичности. И это непростой путь. Но если человек чувствует признание служить обществу и обладает профессиональной подготовкой, я, конечно, бы поддержала такой выбор. Главное – осознанность и внутреннее убеждение. Qarorlar noto'g'ri bo'lsa, qonunlar teskari ishlaydi. Tajribangizda afsuslanish bo'lganmi? Hali juda katta tajribaga ega emasman. To'g'ri, bu 2-chi chaqiriq saylanishim, lekin faoliyatim davomida qabul qilingan qarorlarimdan afsuslanmaganman. Bilasizmi, qonunlar ishlaganda ertaga u yoki bu sohada qandaydir bir qarama-qarshiliklarga, ziddiyatlarga uchraganda ayon bo'ladi. Ana shu jarayonda u qonunga yana o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish mumkin bo'ladi. Qonun
noto'g'ri bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki u fraksiyalarda ko'riladi, uning tashabbuskorlari bor, u qonunni chinchiklab maromiga yetkazadi. Keyin borib u xalqimizga aytiladigan bo'lgandan keyin menimcha kamchiliklar bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Men o'zimda afsuslanish hali qilmaganman. В законотворчестве каждая норма проходит обсуждение и экспертизу. Однако практика применения иногда выявляет необходимость корректировок. И в таких случаях важно не сожаление, а готовность оперативно совершенствовать законодательство. Сильная правовая система – это та, которая умеет развиваться. Yo'q, chunki har bitta qonun bir kunda hal bo'lmaydi. Buni ustida ancha ishlanadi. Har bitta qonun mukammal ishlanib, oxirigacha yetkaziladi. Qachon kasbingiz bilan faxrlangansiz? Har doim o'z kasbimdan faxrlanganman va shu mas'uliyatni his qilgan holda shu kasbga, shu mas'uliyatga munosib bo'lishga harakat qilganman. Eng qiyini mana shu munosiblikni topish. Faxrlanganim kuni kecha biz hududlarga chiqqanimizda aholi bilan uchrashdik, yoshlar bilan uchrashdik. Aynan shu deputatlik faoliyatim bo'yicha savol berishdi-da. Chunki u yerda bevosita yoshlar bilan muloqot bo'ldi, ochiq muloqot. Deputat bo'lish uchun nima qilishimiz kerak? Sizga o'xshab o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasida qonunlarni qabul qilishda ishtirok etishimiz uchun qaysi yo'llarni bosib o'tishimiz kerak, ko'proq qaysi fanlarni o'qishimiz kerak degan savollarni berishdi. Shunda faxrlandim. Deputatligimdan okruglarga borgan paytimda o'zimning xalqim Oliy Majlisdan chiqib o'zimning xalqim bilan, o'zimning elim bilan uchrashishga borganda shu sizni ko'rib biz quvondik degandan men faxrlanaman. Hududdagi o'sha muammolarni hal qilgan paytimda yoshi katta insonlar oldimga chiqadi va menga juda yaxshi o'zini duolarini qilishadi. Mana shu paytda men deputatligimdan, kasbimdan faxrlanaman, chunki kimgadir qandaydir foydam tegyapti. Deputatlik kasbim bilan deputatlik kasbim bilan faxrlanib yuraman, chunki oxirgi marta emas, hamma vaqt, hamisha. Chunki yaqinda mana bir hafta bo'ldi, kichkina chaqaloqni yurak xastaligi bilan tug'ilgan va uni shifokorlarga murojaat qilib, konsultatsiya qilib, uni yuragini jarrohlik yo'li bilan davolab va sog'lomlashtirilgandan keyin ularni oilasiga qanchalik xursandchilik kirganini ko'rish bu juda ham katta baxt deb o'ylayman. Va shundan faxrlanaman. Bugun biz qonun yozayotgan ayollar bilan emas, qonun ortida turgan yuraklar bilan tanishdik. Chunki ayol siyosatga kirsa, qonunlar faqat qabul qilinmaydi, ular his qilinadi. Bu esa jamiyat uchun eng katta adolatdir. Keyingi uchrashuvlargacha.